Hop, Excel'da matematik amallarni bajarilishini o'rganib olamiz. Birinchi bo'lib men endi bu yoqqa qisqa kichkinaroq sonni yozib qo'yaman. Masalan, 100 qilib, bu yoqqa bir 100 qilib yozib qo'yaman. Endi men barobar bosyapman. Barobar bu hozir qo'shishcha qilyapmiz. Barobar bosyapman. Mana strelkamizni olib kelyapman. Mishkani strelkasini, mishkani chap tugmasini bosdim. Ko'rayotgan bo'lsak, biza bu yoqda A1 deyapti. Mana bu A1 degani A ustunimizni bu yerda birinchi qator deyapti. B1 degani masalan B ustunimizni birinchi qator deyapti-da. Bu endi o'sha Excel'da mana shunaqa A ustuni bo'yicha A ustuni qatori bo'yicha masalan A ustuni va birinchi qator, ikkinchi qator, uchinchi qator bo'lib ketadi. Hop, bu yoqqa oddiygina plus belgisini bosdik. Yana mishkani strelkasini olib kelyapman. B ustuniga olib kelyapman. Mishkani chap tugmasini bosdim. Mana A1 bilan B1, ya'ni ikkalasini qo'shib beryapti. Enter tugmasini bosdim. Bu bitta oddiy usul ekan. Masalan, ikkinchi usuli ham bor. Barobar bosdim. 100 ni ustiga olib kelib, mana A ustuniga 100 ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim. Plusni qo'ydim. 100 deb yozyapman. Enter bosib qo'yapman. Bunaqa yo'l bilan ham qilishimiz mumkin ekan. Masalan, A1 ni qo'yib turib, plus o'zimiz qo'limiz bilan bu yog'iga yozib qo'yishimiz mumkin ekan. Uchinchi yana boshqa usuli ham bo'lishi mumkin. Masalan, barobar qilib turib, endi 100% o'zimizni qo'limizda yozishimiz mumkin ekan. Men 100 deb yozdim. Shu plus belgisini bosib, masalan, o'zim 100 deb yozib qo'yapman. Enter bosib qo'ydim. Bunaqa usuli ham bor. Masalan, barobar qilib turib, qo'limda 100 yozib, plus 100 yozib qo'yishim mumkin yoki bu yoqqa qo'yib qo'yishim mumkin. Farqi yo'q. Bu usuli ham masalan qo'llanilishi mumkin ekan. Bu plus belgisi. Mana bunday qilib, men объединить qilyapman. Men объединить и поместить в центр degani mana shu qatorlarimiz, biz tanlagan qatorlarimiz. Hozir men tanlagan qatorim 4 ta qator bor, 4 ta o'sha qator bo'pti. Xo'p, mana shu chetlari yashil bilan belgilangan bo'lsa, biza o'sha belgilagan qatorlarimiz hisoblanadi ekan. Buni keyin объединить, поместить в центр qildim. Bo'ldi, mana qatorlarimizni birlashtirib qo'ydi. Men plus belgisini qo'yapman. O'rtaga qo'yib qo'yaman. Mana bunisi o'rtaga qo'yib qo'yadi. Tepadagi o'sha elementlarimizni o'rtaga qo'yib qo'yadigan, tepaga chiqarib qo'yadi, pastga tushirib qo'yadi, o'rtaga chiqarib qo'yadi. Bu yerda ham xuddi shunaqa chapga surib qo'yadi, o'rtaga o'tkazib qo'yadi, o'ng tarafga o'tkazib qo'yadigan elementlarimiz bor bu yerda. Xo'p, men объединить, поместить, центр qildim. O'rtaga ikkalasini ham qo'yib qo'ydim. Xo'p, endi men ayirish belgisini qiladigan bo'lsak, masalan, men barobar qildim. Xuddi yuqoriga o'xshagan usulda foydalanishimiz mumkin. 100 ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim. Plus minus belgisini bosdim. Ayirdik, mana 50 ni. Enter bosib yubordim. Hop, barobar qildim. Yana 100 ustiga olib kelib bosdim. Yana ayirdim. Masalan, men 50 qilib qo'yishim mumkin. O'zim qo'lim bilan yozib qo'yishim mumkin ekan. Enter bosib qo'ydim. Hop, yana barobar qildim. Endi o'zimni qo'lim bilan ham yozib qo'yishim mumkin ekan. Masalan, ayirib 50 ga deb yozib qo'yaman, enter bosyapman. Bu yerdan ham xuddi shu usuldan foydalanishimiz mumkin ekan. Masalan, hop, 100 dan ayiryapmiz. 50 qilib mana bunga barobar qo'ymoqmiz. 50 qilib qo'yib qo'yishimiz mumkin ekan. Mana bunaqa usul bilan ham. Hop, buni ham xuddi o'sha qo'shishga o'xshagan ayirishdan ham xuddi shu usul. Faqat bularning orasidagi farqi plus bilan minusligi. Hop, bularni ham объединить, поместить, центр qilib qo'ydim. Bunga men minus deb yozib qo'ydim. Hop, endi men sal teparoq chiqaryapman. Tepaga chiqarishi usuli, masalan, mishkamizning o'rtasiga g'ildiraga shu kolesosini shunday tepaga aylantirib yuborsak, tepaga chiqib qolar ekan. Hop,
bo'lishni ham qiladigan bo'lsak, man endi 1000 deb qo'yyapman. 1000 ni olib yozib qo'ydim. Xo'p, endi keyin men bu yoqqa 2 deb yozib qo'yapman. Yo 3 qilib qo'yishimiz mumkin, 4 qilib qo'yishimiz mumkin. Masalan, barobar qo'yapman. Xo'p, birinchi 100 ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim. Bo'lish belgisini qildim. Bo'lish belgisi mana bunaqa bo'lish belgisi bilan belgilanadi. Bo'lish belgisini qo'ydim. Keyin ikkinchi argumentimizdan qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Bu 2. Mishkani chap tugmasini bosib qo'ydim. Shu 2 ni ustiga olib kelib, enter bosib yubordim. 2 bo'ldi. Barobar qolma. Ikkinchi usuli bu. 1000 ni ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim. Bo'ldi. Masalan, 2 qilib qo'limda ham yozib qo'yishim mumkin ekan buni. Masalan, buni barobar qilib, yana boshqa usullardan biri barobar qilib turib, o'zimni qo'lim bilan yozyapman. 1000 qilib 1000 deb yozyapman. Enter bo'lish belgisini qo'ydim. 2 deb yozishim mumkin yoki bo'lmasam yuqoridagi 2 ni qo'yib qo'yishim mumkin bo'lar ekan. Ikkalasi ham bir xil o'sha qiymatga ega bo'lar ekan. Xo'p, bu bo'lish belgisi, masalan, bu yoqqa объединить поместить center qilib, buni ham qo'yib qo'yapman. Buni bo'lish belgisi bilan belgilab qo'ydim. Bizda mana qo'shish, ayirish, bo'lish, endi xo'p ko'paytirish qilamiz. Men 2000 deb qo'yapman. Mana 2000 deb qo'ydim. Keyingisiga o'tdim. Xo'p, keyingisiga o'tmoqchi bo'lsak, o'sha qatorma-qator o'sha ketmoqchi bo'lgan bo'lsa, o'sha tabni bosib, bu klaviaturamizda tab degan tugmasi bor. Caps lock'i yuqorisida turibdi. Tabni bosadigan bo'lsak, keyingi qatorga o'tib ketar ekan. Xo'p, 2 ni ko'paytirish qilmoqchi edik biz. Masalan, 3 ga ko'paytirmoqchiman yoki bo'lmasa 2 ga ko'paytirmoqchiman. Bu yoqda ham xuddi shunaqa barobar qo'yib olamiz. 2000 ni ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim. Hop, ko'paytirish belgisini qildim. Ko'paytirish shunaqa yulduzcha belgisi bilan ifodalanar ekan. Xo'p, keyin 2 ni ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim. Enter bosib yubordim. Bo'ldi, mana 4000 bo'ldi. Xo'p, keyingi variant ham xuddi shu yuqorida qilingan hamma amallarimiz ham xuddi shunga o'xshashib ketadi. 2000 ni ustiga olib kelib, mishkani chap tugmasini bosdim, ko'paytirdim. Masalan, 2 qilib yozib qo'ydim. Yoki bo'lmasam keyingi usuli barobar qilib, men o'zim qo'lim bilan 2000 yozib ko'paytirib olaman. Masalan, 2 ga qilib bosib qo'yishim mumkin. Bu ko'paytirish belgisi. Bundoq qilib hammasini bundoq qilib yig'ib olamiz. Xo'p, объединить qildim. Buni ham o'rtaga chiqarib qo'yapman. Buni ko'paytirish belgisini qo'yib qo'ydim. Xo'p, qo'shishni qo'ydik, ayirish, bo'lish, ko'paytirish va foiz chiqarishni ham qilishimiz kerak ekan. Men foiz chiqarishni 1 million qo'yaman. 1 million deb yozdim. Bu yoqqa foizini qo'ymoqchimiz. Masalan, 15 yoki 20 yoki 18 deb qo'yib qo'yishim mumkin foizini. Xo'p, bu 18 qo'yib qo'yganim, mana shu 1 millionni 18% biz hisoblamoqchimiz hozirda. 1 million 18%. Bu yoqqa barobar qo'yib oldim. 1 million ustiga olib keldim mishkanni. Shu strelkasini, mishkani chap tugmasini bosdim. Bo'ldim. Va endi eski usullardan 100 qo'yib olaman, ko'paytirib olaman. Masalan, 18% qo'yaman. Yoki qo'limda yozib qo'yishim mumkin 18 qilib. Yoki ustiga olib kelib bir marta bosib qo'yishim mumkin. Farqi yo'q. Xo'p, keyingisi masalan barobar qo'yib olaman. 1 million ustiga olib kelaman. Xo'p, ko'paytirib olaman. Masalan 18 qo'limda yozib, shift bosib turibman-da, yuqorisiga 5 ni bosib qo'ysam, foiz belgisi chiqadi. Enter tugmasini bosib yubordim. Bunaqa usul ham bo'lar ekan. Masalan, bu yoqqa men 18 qo'yib olaman-da, shift bosib turib 5 ni bosib qo'yishimiz mumkin. Mana enter bosib qo'ydim. Bunaqa usul ham bo'lishi mumkin. Masalan, barobar qo'yib turib 1 millionni ustiga olib kelib bosdim. Bosganim ham chetlarimda aylanib turibdi. Hop, ko'paytirdim. Mana 18% ustiga olib kelib
eshikani chap tugmasini bosdim. Enter bosardim. Mana bu usul ham bo'lishi mumkin. Yana ko'pgina usullar bor. Masalan, bora-bora qo'yib turib, buni masalan 1 millionni qo'limda yozib qo'yishim mumkin. Hop, ko'paytiramiz. 18% qilib qo'yishim, o'zim qo'limdan ham yozib qo'yishim mumkin ekan. Hammasi o'sha bir xil qiymatda berar ekan. Bu o'sha foiz chiqarishni o'sha yo'llari. Buni endi biza foiz chiqarish qo'yib qo'yishimiz kerak bo'lar ekan. Shift bosib turib, 5 ni bosib qo'yaman, enter bosdim. Bo'ldi. Bu qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish, foiz chiqarishlar hamma yoqda bir xil mana shunaqa qiymat bilan ishlanadi aslida. Shu kalkulyatordan ham boshqadan ham xuddi shunga o'xshagan qilib ishlanar ekan. Bugungi shu darsda faqat foiz, matematik amallarni chiqarishni ko'rib oldik.